Assalamu alaikum. Şomunay rayonunda Avul Qo'jalik tarafında 2025 yıl ziraat üçün bahargı yegish жұмыстары hakkında anglashadigan bo'lsak, rayonimizda 2025 yılda 300'den artık fermer ham Avul Qo'jalik karxanalari tarafidan 19.944 gektar yerga Avul Qo'jaliqlar yegillerini yegu bo'yicha razmeshение ishlab belgilab olganmiz. Sondan 4800 gektar maydonga paxta, 3300 gektar maydonga kuzlik biyday, 1188 gektar maydonga sovuqli yegiller, yani mash yegilleri, 4547 gektar maydonga maylı yegiller, sondan 793 gektar maydonga kunga bağar, 3755 gektar maydonga günji yegilleri, 650 gektar maydonga bağ-bakça yegilleri, sondan 110 gektar жерге гейшер, 77,9 gektar maydonga pomidor, 52 gektar maydonga qiyar hamda 411 gektar maydonga Avul Qo'jalik boshqa yegilleri joylashtirilgan. 692 gektar maydonga palz yegilleri, sondan 157 gektarga qarbiz, 468 gektar maydonga qavun, 66,5 gektar maydonga qabaq yegilleri joylashtirilgan. 168 gektar maydonga kartoshka joylashtirilgan. 4161 gektar maydonda sharva uchun oziqlik yegilleri, sondan 599 gektar maydonga jo'ng'ishqa, 72 gektar maydonga lavleva hamda 490 gektarga boshqa yegilleri joylashtirilgan oziq yegillerinin türünden. 211,5 gektar maydonga dәрілік yegilleri, bundan tashqari 90 gektar maydonda жаңа mevali bog' жарату, 120 gektar maydonda tut nallerini egu, 15 gektar maydonda жаңадан жүзім nallerini egu, 32,5 gektar bog' ham жүзім қатар aralarına bağ-bakça ham palz yegilleri yegilу ірелестірілген болып, сондан 11,4 gektar pomidor, 13 gektar жерге гейшер, 8,1 gektar maydonga piyaz ham sarımsak piyaz yegilleri joylashtirilib yegilmekte. Егіс маусымы келуі мünasebetiyle rayonдағы барлық fermer qo'jaliqlar ham Avul Qo'jalik karxanalari tarafından hozirgi vaqtda o'zining dala maydonlarında yerlerde yegisga tayyorlab ham yegish жұмыслары сапалы alып bormoqda. Shigit yegisi bo'yicha qisqacha ma'lumot beradigan bo'lsak, Şomunay rayonida 2025 yıl ziraat üçün fermer qo'jaliqlari ham Avul Qo'jalik karxanalari tarafından jami 4800 gektar maydonga егі ірелестірілген болса, сонdan 1860 gektar maydonda Қытай технологиясы тикарында шигит егіп пақта жетістірілуі жолға қойылуы белгіленген. Осы майданlardan 900 gektarına сырт ел сорты hamda 960 gektar maydonda жергілікті сортлардан түксіз пақта егілу ірелестіріп белгілеп алынған. Шигит егілуін жұмыслар çökülmeslikten alıp barı maqsadında 8 otrяд çökülmestirilgen. Bu otrядlarda 51 dana sürüm traktorları, 161 dana qatar arası traktorları, 52 dana şigit egu serkuları, 15 dana jet tegişler, 212 mexanizatorlar biriktirilgen. Şigit egu жұмысларын optimal müddetde amelga asırmak maqsadında күллік grafikler istep alganmiz. Bugungi kunda mavsum basından 250 gektar maydonga şigit егу жерлері таярланып, 120 gektar maydonga шигит егіліп жұмыслар давам etmekte. Ondan басқа Китай мемлекетінен келіп 200 gektar maydonga Китай технологиясында тәжірибесінде Китай сортын егу ірелестіріп жұмыслар алып барылмақта. Bundan тысқары тикарғы maydonlarda 9 gektar бау-бақша, 3 gektar картошка, 36,5 gektar maydonga азықлық жоңышқа егілмекте. 9,1 gektar бақ ham жүзім егіліп, қатар aralarına bağ-bakça ham palz yegilleri yegilmekte. Diqqatleriniz için rahmet.